Qizlar joylar sizlar bilan bugun mana shunaqa mini kekschilar pishiramiz. Umuman sirini bekitmasdan hammasini video qilganman. Oxirigacha ko'rib, like bosib, obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Retseptlarni hech narsasini bekitmasdan, kesmasdan videolar qo'yaman. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan mini keks tayyorlaymiz. Buning uchun kerak bo'ladi bizga 4 ta tuxum. Bismillahdan boshlab 4 ta tuxumni idishimizga chaqib 250 gram shakarimizni tuxumimizga solib olamiz. Yaxshilab ko'pirtirib mikser qilib olamiz. Mana shunaqa oppoq buguncha ko'pirtirib olamiz. Mana buni birinchi marta qilib ko'rganman. Oddiy katta kekslarni tayyorlab ko'rganman, lekin bunaqa mini kekslar tayyorlab ko'rmaganman. Mana shunaqa oppoq ko'pirtirib olamiz. Yaxshilab. Mana bu keks sizlar bilan birinchi marta qilib ko'rganman. Qanaqa chiqarkin. Bir xilada qishib chiqqan. Endi ko'ramiz. Qishib chiqarmikan, to'g'ri chiqarmikan, xudo xohlasa. Mana so'rashamiz. Mana yana mikser qilarkanmiz. Qizlar, men nimaga YouTube kanal yaqinda o'zim ochdim? Nima sababdan? Chunki men kelin bo'lib tushganimga 6 yil bo'ldi, 18 yoshimda kelin bo'lgan. Unaqa shirinliklar narsalar pishirishni unaqa bilmasdim, to'g'risini aytganda. Men ham shu YouTubedan ko'rib, bir xillarniki retseptlar o'xshamagan, bir xillarda o'xshagan retseptlarim bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mana buni retsept kanalida ko'rdim. O'xshaydim, ishonchli videomni sizlarga anaqa qilib ko'rsatib bermoqchiman. Mana buni ham yaxshilab mikser qilamiz. Men keks juda ham ko'p qilganman, lekin minisini emas. Alhamdulillah har doim o'xshab chiqqan. Avvalambor niyatimizni to'g'ri qilib boshlaymiz. Sarig'imizni soldik, yana yaxshilab mikser qilib olamiz. Keksni eng siri nimada bilasizlarmi? Keks eng siri yaxshilab mana shu ko'pirtirishda, yaxshilab narsalarni yaxshilab aralashtirishda siri. Ana o'shanda anaqa myaxki bo'lib chiqadi kekslar. Smetana qancha qo'shganimni aytmadim. Bizda ma'lum kuzatadiganlar biladi. Bizda katta oilamiz. O'shaning uchun men faqat 12 ta emas, yana qayta pishiraman. Har xil nachinka qilib, o'shaning uchun katta massa qilolmayman. Menga hozir 4 ta tuxumga 250 gram shakar ketdi, 200 gram sariyog' soldim, 300 gram smetana soldim. Sizlar shuni bo'lib, kichkinaroq qilib o'zingizlar oilalarga ko'rishingiz mumkin. Mana. Endi undan solamiz. Undan qo'shib solamiz. Shuni mikserimizga uchib ketmaydi. Nechta qoshiq solayotganimni sanaylar. Hech solayotganim yo'q. Mana to'ldirib solaman. Qoshiqda o'lchash yaxshiroq. Bir xildan tarozi bo'ladi, bir xildan tarozi bo'lmaydi. Shu sababdan. Yaxshilab shunday qilib, sekin mikser qilib olamiz. Yaxshilab aralashtirib. Bir chekkadan boshlaymiz. Keyin ketganchi qizlar razrixlitar solmadimi? Razrixlitarga men ko'proq mana shu anjirdan ishlataman. Hamma razrixlitarga solvaraman. Chunki bizlar xil aytadi, 2 qoshiq razrixlitar deydi. Bir xilda pachkada bo'ladi. Shuni hayron qolardim, pachkada bitta soliymi yoki nechta soliy, buni qanaqa razrixlitar bilmasdim-da. O'shaning uchun tavakka har doim hammasini solganman. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Chem o'xshamay qolgandan mana shu aralashtirib va mikser qilamiz yana. Nimaga? Chunki hozir quyuq ko'ryapti-ku. Nimaga? Chunki biz qaymoq soldik, sariyog' soldik, o'sha hisobiga ataqa yog' solsanglar ham bo'ladi. Keyin qatiq ham solsanglar suyuqroq bo'ladi. O'shanga qarab sovurasizlar unni. Keyin yana nima anaqasi bor? Buni qatiq anaqa xamir qilib qo'yishlik kerak emas-da. Endi men ko'p pishirganim uchun bilaman. Mana anaqasini. Kerakligini bilamadim demoqchiman. Ana ko'ryapsizlar, hozir filtr solganimizga buni ishirib suyuqlashtiryapti. Mana qatiq solasizlar, yog' solasizlar, o'shanda ham mana shunaqa xamir bo'lishi kerak. O'shanda yumshoq xamir bo'ladi, anaqa biskvitni testasiga o'xshab. Bu qizlar, men bu qo'lni oldim. Hozir qoliplarga solamiz dedik. Shuncha udobli bo'lish uchun. Uni ham yaxshilab mikser qilishga kerak-da. Yaxshilab mikser qilsanglar, inshaalloh dahshat chiqadi. Bu orada qizlar duxovkamizdan yoqib olamiz.
Yüzüm bilan yuzaga tusha olmayman. Bajonidil tushgan bo'lardim. Xo'jayinim ruxsat bermadilar. Shu sabab bilan YouTube kanal ochganman. Shu shart bilan tez. Chunki baba erkak kishilar ham ko'radi. Shuning uchun. Mana testamizdan qilamiz qizlar. Men udobniy bo'lish uchun mana shu mishokka solaman. Mishokka mana bunaqa stakanga solasanglar, solishingiz oson bo'ladi. Buni ham YouTube'da ko'rganman. O'zim hech qayerda o'qimaganman. 18 yoshda kelin bo'lganman. Hech narsa qilishni bilmasdim. Lekin Xudoga shukr, eplab ketganman, tavakkal qilib. Chunki bizning uyda shirinliklar, ovqat yaxshi ko'rishadi, har xil ovqatlar yeyishib. Endi odam tushgan joyiga qarab moslashib ketaveradi. Bosdan, уже yaxshi aniq kelgandan keyin so'raymiz degandan keyin. Mana nachinkasini 2 xil qilaman. Bittasi olchali, bittasi apelsin. Sidras anaqasi. Mana olchaga ozgina kraxmal qo'shib olamiz. Shundan suv chiqib, yomon bo'lib ketmasligi uchun. Shu ham foyda beradi. Oldin boshida kerakmasdi bo'lar. Yo'q, lekin kerak ekan. Mana. Bismillahirrohmanirrohim deb to'ldirmaymiz aka sizlar. Al yarim hisob chiqaman. Birinchi. Nega yarim? Chunki men bizilarni shunaqa savolardim deb. Tezda kerak emas ekan. Xamirni solish. Vaqtingizni ketkazib, qo'shig'dan solgan yaxshi ekan. Mana. Men gapni soladi. Yo'q, bunga solish shart emas. Mana endi yarimni olchali qilib olamiz. Olchachalarni solib, slinki bo'ladi. Shunaqa narsa bo'ladi. Katta kekslarda qilib ko'rganman. Aytganda men yiqmaganman. Ularni ham uzun marketdan sotib olganman deb. Shuni qilib ko'raydi bo'lmaydi. Biz hammasini olchali qilsam bo'ladi. Sizda oyjon yaxshi ko'radi, shunaqa limonli, apelsinli narsalarni. Shuning uchun ularga vaqt qilib beraman. Hammasiga olcha solib tashlaman. Limonni ham solib, buni aralashtirib olamiz qizlar. Mana, va shakar emas ekan narsa bor. Qo'shib olaylik. Qo'shib yaxshi ekan. Kichkina boshqacha solib, to'ldirib olmaymiz ishadi-yu. Bitgancha. Bilasizlar, oddiy keksda ham ishayib chiqadi. Shuning uchun ozgina solavering. Chiqib qotib chiqmasa bo'ldi. Jim mehr bilan solyapman. Shu olchani nimaga ichiga solaman, ustiga solsa qorayib chiqadi xamir. Shuning uchun. Tadam. Chokoladdir. Mana endi apelsin solamiz. Shu udobniy. Bizelar qilaveramiz, mishoklarga solib. Limoninkini aralashtirib olamiz. Bitta joyga yig'ilib qolmasin. Aralashtirib. Voy, shukur sololmadimmi? Ko'ramiz endi. Mana shu ko'pib ketishi keling. Ozginchalik mamli solaylik. Mana kam. Ana qizlar. Tayyor. Ko'rasizlar qanchadan solganimni. Endi buni duxovkaga qo'yib ko'ramiz. Bismillah deb anqamizga tashlab olamiz ichiga olib. Oy, shuni o'zim. İnşallah o'xshab chiqsin. İftoligi tayyorlamamiz, yaxshi niyatlab. Xo'p, o'xshaydi. Shuncham. Sizlar ham bilasizlar, nima xato? Nima xato emas. Biz tashlab oldik. O'zi yuzi bo'yicha tiqib bilamiz deb ishlanishmagan. Mana qizlar, pishib chiqdi. Hozir qolganlarini ham qo'yib yubordim. Alhamdulillah, mana toshib chiqmadi. Bakın olchaligini olib ko'rsataman. Aytdim, mana biskvitga o'xshab chiqadi mana. Alhamdulillah, mana o'xshab chiqdi. Mana qizning olchasini mana ochib ko'rasizlarmi ichini? Turganinglarda hech narsa bekitmadim. Sizlar ham qilib ko'ringlar, tayyorlab ko'ringlar. Agar o'xshasa obuna bo'lib, like bosishni esingizdan chiqarmanglar.